G'orga kelgandim. G'orga o'g'ri tushibdi, qaranglar meni g'orimga. Buni qaranglar, mana o'g'irlab ketishibdi. Hozir televiziyadan odam chaqirdi shuning uchun. 102 chaqirdi, emas televiziyadan. Maxsus chaqirganmiz, kelgan. Anani o'g'irlab ketdi-da. Televiziyadan kelgan. Hozir shu narsalarni o'z videoga olyapmiz. Mana bu yozuvlar haqida mana. Yozuvda mana nechta odamlar yozib ketgan. Madaniyat haqida kecha, madaniyat oshirish haqida, mana shu tabiat saqlash haqida, o'z holicha saqlab qolish haqida, kelajak avlodlar uchun saqlab qolish haqida qilgan videoyimdan keyin mana kelib turib, o'g'irlab ketibdi bitta anaqamizni, nima deydi? Projektorimizni. Endi bilmadim yana qanday aytish kerak, odamlarga tushuntirish kerak. Endi bunchalik bo'lish kerak emas-da endi. Insof bilan qilinglar. Nima deydi bunaqa? Juda xato ishda bu narsa. Timol davlat muhofazasiga olingan bu narsa. Yaqinda kameralar qo'yiladi o'zi. Undan keyin xafa bo'lish yo'q. Bir ikkita odamlarga biz yozganmiz anaqasini, 102 qilingan hammasi. Yaqinda chaqiriladi, bu narsalar video qilinadi. Tabiat saqlash kerak, tabiatni ko'rsatib, butun jahonga tanitish uchun qilgan harakatlarimizni mana bunday qilib, nima deydi, shuncha qilgan harakatlarni yo'q qilmanglar. Chiroyli qilib dunyoga tanitish uchun harakat qilyapsiz, sizlar bunday kelib turib buzib ketyapsizlar. To'g'ri ish emas. So'rab qolardik xalqimizdan. O'sha yoshlarga tushuntirishdi, o'sha aka-ukalarga tushuntirishdi. Kelib bor ekan bo'lsangiz, o'sha bir joyda buzmasdan chiroyli ko'rib kelish madaniyatini tushuntirishlaringizni so'rab qolardik.